Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 21-dars. Mavzuyimiz ko'p xonali sonlarni qo'shish va ayirish. 66-betni ochsangiz, u yerda bizda 8 va 9 vazifalar bor. Biz bularni birgalikda ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. Darsimizni boshlashimizdan oldin bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Men 20-darsda bitta xatolik qilganman. Bizda bitta obunachimiz buni Telegram kanalda yozdi, kommentariyda sizda xato bo'ldi, iltimos to'g'rilab qo'ying deb sizga katta rahmat. Men bu xatoni yozib qo'ydim. Telegramda agar obuna bo'lganingizda bu xatoni siz ham to'g'rilab qo'ygan bo'lardingiz. Ya'ni 12-vazifada u yerda biz 12 ni 4 ga ko'paytirib ketganmiz. Aslida biz bo'lishimiz kerak edi. Shunda bizning javobimiz umuman boshqacha chiqar edi. To'g'ri hisoblangan, lekin xato ishlangan. Shu sababli albattagina bizni Telegram kanalingizga qo'shilib qo'ying, chunki agar birorta xato bo'lsa, siz shu xatoni siz ham to'g'rilab qo'yar edingiz Telegramda qo'shilganingizda. Bizni ko'pchilik YouTube'da tomosha qilishyapti, lekin Telegramda yo'q va birorta yangilik bo'lsa yoki birorta xato bo'lgan bo'lsa, men hammasini Telegramda yozib qo'yaman. YouTube'da bunaqa imkoniyat yo'q, sababi YouTube bizning kommentariylarimizni o'chirib qo'ygan. Shunga Telegramimizga albattagina qo'shiling. Yana bitta narsa, birorta bir narsani qo'yadigan bo'lsam, bizniki obunachilarimiz ko'pi ko'rib, mana joyga bosib qo'yishyapti, sizning videoroligingiz chiqmayapti deb. Yaxshilab e'tibor bering, pastda men yozib qo'yganman, YouTube ga kiring deb. Mana ko'ryapsizlar, sizga qo'l bilan ko'rsatyapti. Pastda silka bor mana bu joyga. Mana bu joyga bossangiz, sizni shu darsimizga olib boradi. Bosganingizdan keyin YouTube ga kiradi va YouTube dan bemalol biz darsimizni ko'rib chiqaverasiz. 8-vazifamizni o'qiymiz. Qulay usulda hisoblang. Demak, bizda bir nechta amallar berilgan. Biz bularni hozir har bittasini shunday qilib yozishimiz kerakki, hisoblaganda oson bo'lishi kerak. E'tibor bering, bizda bitta narsa bor hisoblaganda qulay usul bilan. Birinchi sonimiz mana bu yerda A da 6344, oxirgi sonimiz bizda 4 ga tugayapti. Biz 4 ni qaysidir son ko'paytirishimiz kerak, oxirida 0 ga tugashi kerak. Ya'ni qarang, 8 ga qo'shsak bizda 12 bo'lib qoladi, to'g'ri kelmaydi. 2 ga qo'shsak 6 bo'ladi, to'g'ri kelmaydi. 6 ga qo'shsak 4 ni 10 bo'ladi. Demak, bir-biriga agar qo'shsak bizni hisoblaganda osonroq bo'ladi. Ya'ni yozganimizda biz buni sal o'rni bilan almashtiramiz. Mana birinchisi A siga hisoblaganimizda biz 6344 ni birinchi o'rinda 656 ga qo'shib olamiz. Keyin qolganini ishlaymiz. 518, qarang bu yerda 8 ga tugayapti. 482 ga qo'shamiz. Tushunarlimi? Mana, qani sig'ib qolsin, kattaroq qilib yozar ekanman. Shunda sig'adi bizdamiz. Xo'sh, bu birinchisi bo'ldi. Ikkinchisini qulay usuli qanaqa bo'lar ekan? Ko'ramiz. Oxirgi sonimiz 3 ga tugayapti. 3 ni biz 7 ga ko'paytirishimiz kerak, shunda 0 ga to'xtaydi. Mana bu yerda 7 turibdi. Demak, birinchi o'rinda o'sha ikkita sonimizni qo'shamiz. 87000, ya'ni B deymiz. 87000 necha edi? 903 qo'shilgan 12097 ga. Endi qolganlarni qo'shib olamiz. Ya'ni 17655 17655 qo'shilgan bizni 22345 ga. Bu yerda ham qarang, 5 ga to'xtayapti. Ya'ni bir-biriga qo'shsak, bularni 0 ga to'xtaydi sonimiz. Xo'p, oxirgisi bizda D si bo'lyapti. Oxirgisi emas-u, biz 2 ga bo'lib olganman bu bunaqamizni. Hisoblaganda adashib ketmaymiz shunda. Qani? Xo'p, qarang, bu yerda qavs ichida berilyapti. Sizlar bilasizki, qavs ichidagi sonlarni birinchi o'rinda ishlash kerak. Lekin e'tibor bering, bizda qavsimiz ichida plus turibdi. Agar ichida plus turgan bo'lsa, tashqarida minus turibdi. Ko'payish emas, bo'lish emas. Bu degani mana bu qavsni butunlay olib tashlasak bo'ladi. Yo'q deylik, mana qavsimiz yo'q endi. Endi birinchi o'rinda biz qarang, 287 ga tugayapti sonimiz. Mana son ham 287 ga tugayapti. Birinchi o'rinda biz boshdagi sondan, ya'ni 339.287 dan birinchi o'rinda biz minus 16000 qilib olamiz. 16287 qilamiz. Keyin ichimizda necha son qolib ketyapti? Plus 19485 qolyapti. Biz mana shularni ishlab ko'ramiz. Mana bu yo'l qulay deb hisoblanadi.
Demak, birinchisi A da. Xo'sh, A derkanmiz. A deb turib 1 deymiz. Birinchisi 6344 qo'shilgan 656 ga. 656 ga. Xo'p, 4 plus 4imiz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 4 plus 5imiz 9, 1imizni qo'shsak 10 bo'ladi. 3 plus 9imiz, ya'ni 9. 1imizni qo'shsak 10 bo'ladi. 1 ni eslab qolamiz. 7 plus 1imiz 7. Ya'ni javobi 7000 bo'ldi. Xo'sh, mana buni ishlab bo'ldik sizlar bilan. Endi ikkinchisini ishlaymiz, ya'ni mana bir-biriga qo'shib ko'ramiz. 518 ikkinchisi deymiz. 518 qo'shilgan 482 ga. 2 plus 8 10, 1 ni eslab qolamiz. 1 plus 8 9, 1imizni qo'shsak 10 bo'ladi u ham. 5 plus 4imiz 9, tagidaga 1 ni qo'shsak u ham 10 bo'ladi. Ya'ni javobi 1000. Endi uchinchisi bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, xo'sh, mana birinchisini plus qildik, ikkinchi plus qildik. Endi oxirgi plusimiz qoldi, Bir-biriga qo'shamiz. Hattoki kallamizni ham hisoblab ko'rsak bo'ladi. Mayli, yozib ham beraveraman. Hop, qo'shadigan bo'lsak, nollarimiz tushib keladi. 7 plus 1imiz 8. Ya'ni uchinchisining javobi 8000. Ko'rdingiz-a? Qulay usul bilan ishladik. Sal tushunarliroq bo'lishi uchun xohlasangiz, mana bu yerga qavsni ham qo'yib qo'yishimiz mumkin. Tevaga ham qo'yib qo'yishingiz mumkin, farqi yo'q. Xo'sh, B'sini ishlab ko'ramiz endi. B'sda birinchi o'rinda bizda 87000 87903 minus minus ishim plus 12097. 7 plus 3imiz 10, 1 ni eslab qolamiz. 0 plus 9 9, 1 qo'shsak u ham 10 bo'ladi. 9 plus 0imiz 9, tagidaga 1 qo'shsak u ham 10 bo'ladi. 7 plus 2imiz 9, yana 1 qo'shsak 10 bo'ladi. 8 plus 1imiz 9, ya'ni tagidaga 1 qo'shsak 10 bo'ladi. Ya'ni javobimiz 100,000. Ikkinchisida esa ikkinchi qavs ishlaymiz. 17000 17655 ni biz 22000 plus qilamiz 22345 ga qo'shamiz. 5 plus 5imiz 10, 1 ni eslab qolamiz. 5 plus 4imiz 9, birimizni qo'shsak u ham 10 bo'ladi. 6 plus 3imiz 9, 1 qo'shsak 10, 7 plus 2 9, birimizni qo'shsak u ham 10 bo'ladi va 1 plus 2imiz bizda 3, tagidagi 1 qo'shsak 4 bo'ladi. Ya'ni javobi bizda 40000. Endi hozir chiqqan ikkitasi javobini bir-biriga qo'shamiz. Ya'ni 100,000 ni 40000 ga qo'shamiz. Xo'p, nollarimiz tushadi. Va 10 plus 4imiz 14. Javobi bizda 140,000. Xo'sh, endi D'sini ishlaymiz. D'imizda bizda oson yo'li bilan ishlab ko'rishimiz kerak. Ya'ni 39287 dan minus 16287 qilib olamiz. 7 minus 7 0, 8 minus 8 0, 2 minus 2 0, 9 minus 6 3 va 3 minus 1imiz 2. Javobi 23000 bo'ldi. Endi 23000 dan ikkinchisi 23000 ni qo'shamiz. Nechiga ekan? 19000 19485 ga. Xo'p, nollarimizga qo'shsak bu yerda 5 8 4 chiqib keladi. 3 plus 9imiz 12, 2 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 plus 1imiz 3, birimizni qo'shsak 4 bo'ladi. Javobi 42485. 485. Xo'p, bu birinchi yarim edi. Hozir ikkinchi yarmini ishlab ko'ramiz. Shoshilmasdan daftaringizga chiroyli qilib yozib oling. Xo'sh, ikkinchi yarmiga keldik. Endi ikkinchi yarmini ham qulay usul bilan ishlab ko'rishimiz kerak bo'ladi.
Xo'p, esiga e'tibor bersangiz, bizda yana qavs berilgan, ichida plus, tashqarisida minus. Mana bu qavsni olib tashlaymiz butunlay. Yo'q deymiz va birinchi o'rinda 3719 dan minus 1709 qilamiz. Yozganda mana bu yerda deb qo'yaman. 3719 minus 1709 va boshiga plus qilib qo'yamiz. 6890 ga. Keyingisi bizda F'si. Xo'p. Qanday qilib ko'rsak bo'lar ekan? Nima sababdan sizlarga bunaqa vazifa berilganini bilmadim. Chunki bu yerda bizda nima berilyapti? E'tibor bersangiz, bizda inkor sonlarimiz bor. 3-sinfda sizlarga berib qo'ygan, lekin bu kabi vazifalar 6-sinfda ko'proq beriladi. Ya'ni, qarang. F'siga e'tibor bersangiz, bu yerda bizda ikkita minusimiz turibdi. Mana bu yerda minus turibdi va mana bu yerda minus turibdi. Biz shu ikkita minusdan faqat bittasini qoldiramiz. Qanday qilib? Buning uchun biz mana ikkalasini qavsga solamiz sonimizni va mana ikkinchi minusimizni plus qilib qo'yamiz. O'shanda hisoblaganda osonroq bo'ladi. Lekin 3-sinfga nima sababdan berilganligini bilmadim. Chunki biz shu kabi misollarni ko'proq 6-sinflar bilan ishlar edik. Ha, mayli. Xo'sh, 76890 plus 23110. Qani, barobar. Mayli. Xo'p, G esa bizda yana qavs berilyapti, lekin qavs endi ichida bo'lyapti. Qarang. Endi biz qavsni olib tashlashimiz kerak bo'ladi va minus qilamiz. Endi hozir biz qavsni olib tashlasak, qarang, qavsni olib tashlaymiz va mana bu yerdagi plusimiz bizda minus bo'lib qoladi. O'shanda mana joyi minus bo'ladi. Va birinchi vazifamiz bizda 270.492 dan minus 140.492 qilib olamiz. Yozganda 270.492 minus 140.492. Keyin oxirida minus 129.685 qilamiz. Shunda javobini hisoblaymiz. Xo'sh, demak, deymiz va birinchisini hisoblaymiz. Birinchisi bizda 3719 minus 1709 hisoblaymiz. 9 minus 9 0, 1 minus 0'imiz 1, 7 minus 7 0, 3 minus 1'imiz 2. Ya'ni 2010 bo'ladi. Ikkinchisida esa 2010 ni qo'shamiz 6890 ga. Nollarimiz tepadan tushib keladi. Keyin 1 plus 9'imiz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 8 plus 0'imiz 8, 1'imizni qo'shsak 9 bo'ladi. 2 plus 6'imiz esa 8. Ya'ni 2 ning javobi 8900. F'sini ishlaymiz. F'sini birinchisi bizda. Xo'sh, birinchi o'rinda qavs ishlab olamiz, keyin minus qilamiz. Yozganimizda demak 76890 ni qo'shamiz 23110 ga. Hisoblaymiz. Nollarimiz tushib keladi tevadan. Keyin 9 plus 1'imiz 10, 1 ni eslab qolamiz. 8 plus 1'imiz 9, 1'imizni qo'shsak u ham 10 bo'ladi. 1 ni eslab qolamiz. 6 plus 3'imiz 9, 1'imizni qo'shsak 10 bo'ladi va oxiri 7 plus 2'miz 9, 1'imizni qo'shsak u ham 10 bo'ladi. Xo'p, javob bizda 100.000 bo'ldi. Endi biz nimaga bizga 90.000 berilgan? Nimaga bizga 90.000 berilgan? Chunki qarang, hozir biz sizlar bilan 90.000, 100.000 javobimiz chiqdi. Endi biz 90.000 dan minus 100.000 qilishimiz kerak. Kitobda xato bor. Bu safar endi men xato qilmayapman. Ya'ni kitobning o'zida xato bo'lyapti. Shuni ko'rib turibsiz, matematikada xato qilish juda ham oson. Hattoki mana kitobimizda o'zida ham xatolar chiqib kelyapti. Bizning javobimiz hozir 100.000 chiqyapti-yu. Endi hozir qarang, biz 90.000 dan mana
Yozganimda bunday bo'lardi. 90 ming minus 100 ming bo'lardi. Biz bunaqa savolni o'tmaganmiz. Aytyapman, bu ko'pincha 6-sinfga taalluqli vazifa. Ishlasa bo'ladi, lekin bu 6-sinf vazifasida, 3-sinfniki emas. Ko'ryapsiz-a? Xo'sh, nima qilsak bo'larkin? Buni qanday qilib ishlab ketsak bo'larkin? Agar xohlasangiz, o'qituvchingizga ham aytib qo'yasiz maktabingizda. Mana bu yerda 90 sonimiz bizda xato berilgan. Chunki 90 mingdan 100 ming minus qilib bo'lmaydi. Yoki mana bu yerda 90 ming emas, balkim 900 ming bo'lishi kerak. Shunda minus qilsak bo'lardi. Ha? Keling 900 ming deb hisoblab ko'ramiz, ha? O'qituvchingizga albatta maktabda aytib ko'rsatib qo'yadi, mana bu yerda xatolik bor ekan deb. Ya'ni 90 mingdan minus 100 ming chiqmas ekan deb. Tushunarli-a? Xo'p, men buni bu yerda o'chirib tashlayman. Yozganimda ham hisoblaganimizda 90 ming emas, 900 ming deb hisoblaymiz. O'shanda 900 mingdan mana qarang. Minus 100 ming qilsa bo'ladi. Va mana bu yerda ham 90 ming emas, 900 ming qilib qo'yasiz. Mana. Xo'sh, bu yerga yozib qo'yamiz. 90 emas, 900 ming. O'shanda hisoblasak bo'ladi. Ya'ni nollarimiz hammasi tushib keladi. Va 9 minus 1imiz esa 8 bo'ladi. Shunda javobi 800 ming. Tushunarli-a? Ya'ni ba'zi bir biz nima desam bo'lar ekan, obunachilarimiz bizdan xafa bo'lgan, nimaga xato ishladingiz, nimaga bunday bo'ldi deb. Ataylab qilinmagan, bu yerda ham ataylab hech kim xato qilgani yo'q mana bu yerda. Ba'zan shunday bo'lib qoladi. Hisoblarda adashib ketishingiz mumkin. Ha? Bu yerda xafa bo'ladigan yoki jahl chiqadigan holat emas. Siz vazifangiz buni to'liq tushunib, to'g'rilab ishlab turish. Xo'p, keyin G-sini ishlaymiz. G-imiz xudo xolasa to'g'ri bo'lsa kerak. Birinchi o'rinda biz nima qilar ekanmiz? 270 mingdan yozamiz. 270 ming 492 dan minus 140 ming 492 qilamiz. Xo'p, 492 minus 492 0 0 0 bo'ladi. Temadan yana bitta nolimiz tushadi. 7 minus 4imiz 3, 2 minus 1imiz 1. Ya'ni javobi 130 ming. Ikkinchisi demak endi hozir chiqqan javobdan mana qarang. 130 ming yani sonimiz katta. Keyingi sonimiz kichikroq son. Minus qilaveramiz xotirjam. 129 ming 129 ming necha ekan? 685. 685. Xo'p, bu yerda to'g'ri berilgan ekan. Demak, biz qarz olamiz. Birinchi mana bu boshda turgan 3 dan 3imiz oxirgi 0 ga 10 beradi. Qolganlariga esa 9 dan beradi. Ya'ni hisoblaganimizda 10 minus 5imiz bizda 5, 9 minus 8imiz 1, 9 minus 6 3, 9 minus 9imiz 0, 13imiz bu yerda 12 bo'lib qolgan. 12 minus 12imiz 0 0. Oxirgi 3 ta 0 ni yozmasak bo'ladi. Ya'ni javobi bizda 315. Tushunarli-a? Ko'ryapsiz, xatolik bo'lishi mumkin. Faqat manbasi xato qilayotgan. Shoshilmasdan daftaringizga chiroyli qilib yozib olishingiz mumkin. Mana bu yerdagi xatoni albattagina o'qituvchingizga aytib qo'ying. 9-vazifadan o'tishdan oldin hozir albattagina kanalimizga qo'shilib qo'ying, video roligimizga like bosing, biz esa 9-vazifamizga o'tamiz. YouTube va Telegram kanallarimizga qo'shilgan bo'lsangiz, 9-vazifamizni o'qiymiz. Rasmda berilgan ma'lumotlar asosida masala tuzing va uni yeching. Demak, bizda rasmimizda 3 ta buyumlar bor ekan. Bittasi Rishtondan, keyingisi Andijon, uchinchisi esa G'ijduvondan, ha. Xo'p, masala tuzib olishimiz kerak bo'lar ekan. Qanday qilib yozar ekanmiz? Demak, keling biz Rishton deb yozamiz. Birinchisi bizda Rishton deymiz. Rishtondan bizda 65 ta buyumimiz bor. 65. Qani? 65 ta. Xo'p, keyin Andijonda esa Andijondan bizda 17 taga kam, ya'ni bilmaymiz. 17 taga kam. Qaysidan? Rishtondan ko'ra. Xo'sh, oxirgisi G'ijduvon. G'ijduvon deymiz.
Buni ham bilmas ekanmiz, lekin bilamizki 6 marta kam ekan, 6 marta. O'tgan safargi men ishlagan raqamda men ko'p deb hisoblab ketganman. Hisoblash to'g'ri bo'lgan-u, lekin u yerda kam deyilganligi uchun men bo'lishni o'rniga ko'paytirib o'rganman. Ko'p deb hisoblaganman. Kam bo'lsa biz bo'lamiz ham bu yerda. Xo'p, kamroq, kimdan kamroq ekan? Andijon buyumlaridan ko'ra. Va oxirgi savolimiz bizni jami nechta buyumimiz bor? Demak, 3 ta savolga javob berishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'sh. Birinchisi, Rishtonda 65 ta bo'lsa, Andijonda 17 taga kam. Birinchisida biz 65 dan minus 17 qilamiz. 65 minus 17. Xo'p, 6 dan qarz olamiz. Shunda 15 minus 7 miz 8 bo'ladi. 5 minus 1 miz esa 4. Ya'ni 48 ta Andijonda buyum. Bu bizda Andijonniki. Andijon. Ikkinchisi esa bizda nima deb berilgandi? Ikkinchisida bizda xo'sh, G'ijduvonniki 6 marta kam. Kam degani eslab qolamiz, bu bo'lish. Ko'rib turibsiz-a? Shoshilmasdan hisoblayotganlar xatoni xotirjam ko'radi. Xo'p, 48 6 ga bo'lsak, bizda 8 bo'ladi. Demak, 8 ta buyum bizda G'ijduvonniki. Yozib qo'yaman. G'ijduvon deyman. Duvon. Oxirgisi bizda uchinchisi, hammasini topishimiz kerak. Jami nechta buyumimiz borligini. Demak, bizda Andijonniki, Rishtonniki 65 ta, Andijonniki 48 ta, G'ijduvonniki esa 8 ta. Hammasini bir-biriga qo'shamiz. Ya'ni, uchinchisida yozamiz 65 qo'shilgan 48 ga qo'shilgan 8 ga. Hisoblaymiz. Xo'p, tagiga hisoblab ketaman. 65 plus 48 bizda. 5 plus 8 imiz 13. Birni eslab qolamiz. 6 plus 4 imiz 10. Birimizni qo'shsak 113 bo'ladi. Endi 113 ga qo'shamiz 8 ni. O'shanda 8 plus 3 imiz 11. Birni eslab qolamiz. Tevaga birimizga 1 qo'shsak 2, 1. Ya'ni jami bizda 121 ta buyum bor ekan. Javob 121 ta jami buyumlarimiz bor. Shoshilmasdan, mana aniq bo'ldi, xatoliklarimiz yo'q, xudo xolisa. Albattagina agar birorta xatoliklar ko'rib qolsangiz, mabodo shu Telegramimizga kirib, shu mana bu joyda xato bor ekan deb yozib qo'ying. Men albattagina agar xato bo'lgan bo'lsa, to'g'rilab qo'yaman. Mayli, keling darsimiz bugun tugatamiz. Agar videorolikimiz yoqgan bo'lsa, albatta like'ingizni qoldiring, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.